Xo'sh, yaxshi. Mana bularni barchasini zakaz qilib bo'ldim. Barchaga salom bo'ladi. Mana ismim Kampot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, bugun man qayerga boryapsan, qayerga nimani zakaz qilding deydiganlar bo'lsa, bugun men bitta yerni zakaz qildim va u yer juda ham eng zo'r, Minecraftdagi eng zo'r yer hisoblanadi. Chunki, misol uchun mana yuqorida ko'rsatilib turilgan 5 yulduzli qishloqga o'xshagan 5 yulduzli mehmonxonani eng yuqorisidan xonadan zakaz qilganman obunachilar. Buni hozir ko'ramiz. Shaxsan boshqaruvchi menejerni o'zlari chiqib bizga obzor qilib berishadi. Shuning uchun hozir bizda nima desam bo'ladi? Mana bunaqa uyimga o'xshaydi. Xuddi mana shunaqa ko'zniksali anov bo'ladi, otel hisoblanadi, mehmonxona hisoblanadi. Hozir men taksi zakaz qilgandim. Hozir kelishi kerak edi obunachilar. Bo'lmasa men hozir o'zimga mana bu qilishni olaman. O'zimga mana bu ovqatni va boshqa kiyimni ham olish menimcha yaxshi deb hisoblayman obunachilar. To'g'rimi? Telefonni ham olib qo'yish menimcha ziyon emas. Okay, xo'p, buni olmaylik, oyoq kiyim olish shart emas, bo'ldi. Ana endi hozir taksisini kutishimiz kerak obunachilar. Tezroq kerak demoqchi edim. Menimcha keldi obunachilar. Signalini eshitdim. Mana signaldan o'zi eshitganimdan chiqibdi. Menimcha bu yerda tushunmadim. Nimaga bu haydovchi yo'q? Menimcha bu o'zi haydaladimi yoki men o'zim haydaymanmi? Yo'q, menimcha avtopilot bo'lib haydalsa kerak. Menimcha zo'r, yaxshi. O'zi texnologiya ham вообще kuchayib ketdi obunachilar. Mayli. Bo'lmasa, mana shu yerga mana bunday qilamiz-da. Davay mashina hayda, biza keldim, ketdik-da. Xo'sh, menimcha keldik bu yerga. Wow, yaxshi. Buni qaranglar, juda ham kattaligini. Assalomu alaykum, xush kelibsiz janob. Hurmatli Kampot YouTuber blogermisiz? Albatta. Qallay, jotkimi o'zida? Ha, jotki o'zimda. Sizda nima gaplar? Ajoyib, juda ham zo'r ekan mana bu yer, ha? Albatta, bu yer 5 yulduzli. Qisqasi yuring, men sizga o'zim aytganimdek obzor qilib chiqaman. Hamma yerlarni bittalab obzor qilib chiqamiz, tushunyapsizmi? Albatta, bemalol. Agarda obzor qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ko'rsatib chiqmoqchilar bu janob menejer, mayli. Xo'p, ko'rib turganingizdek, kirish eshigida juda ham qattiq охраналар turibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'sh, yaxshi. Keyingisida esa mana bu yerda esa kirish zali. Ya'ni mana bu yerga kirasiz. Xonani zakaz qilasiz va kiyimizni ham yechasiz boshingizdagi. Bo'ldi, boshimdagimi? Bo'ldi, mana. Ehtiyot qiling, ey. Bo'ldi. Ehtiyot qiladi. Bo'lmasa mana bu eshikdan boshlasak bo'ladimi? Har doim o'ngdan boshlashimiz kerak-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Har doim o'ng tomondan boshlash menimcha to'g'ri. Mayli, bo'lmasa, davay ko'rsatingchi bu yerlarda nimalar bor ekan. Xo'p, mayli. Bu yerda esa mana tanishib olishingiz mumkin. Bu yerda, ishlaysiz, soqqa qilasiz, tushunyapsizmi? Mana bu yerda sotuvchi bor. Sotuvchini bosing ustiga. Xo'p, yaxshi. Mana bu narsalarga pul berar ekan, ha? Mana bu nima edi, bronyalarga. Albatta, bu bronyalarni yasaysiz. Qanday qilib yasayman, sir bo'lmasa? Yuring, barchasini tushuntirib beraman. Agarda qanday yasamoqchi bo'lishingizni bilmoqchi bo'lsangiz. Bo'ldi, mayli. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan narsalarni olasizda, kerakli narsalarni olib, o'zingiz shu mana bu sotib oluvchi qilgan narsani kirib olasizda. Ha, tushundim. Nima deganingizni uncha tushunmadim, lekin menimcha tushungandek bo'ldim. Obunachilar, mana bu menejer aytganidek, mana bu sotuvchi nima so'rasa, o'shani yasab bersak, menimcha u bizga pul berar ekan. Mayli, u ketib qolibdi, admin tashqarida kutib o'tirsa kerak menimcha. Bo'lmasa hozir men bir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu yerda verstak qo'yamiz va obunachilar, o'zimizga kerakli narsalarni barchasini yasab olamiz. Buni ham yasaymiz, oyoq kiyimni yasaymiz. Oppa, normalniy, oppa, yaxshi. Ajoyib obunachilar. Ana endi hozir biz qayerga boramiz? Hozir mana bu yerga boramiz dedi. Xo'p, kuchaytirilgan. Xo'p, mayli, kerakli kitoblarni olib kuchaytirishimiz kerak ekan, pullarni olish uchun obunachilar. Mayli, bo'lmasa, xo'p, qaysi kitoblar ekan? Xo'sh. Xo'p, mana obunachilar, men o'zi barcha kitoblarni olib bo'ldim. O'zimga kerakli. Ana endi hozir buni kuchaytirib tashlaymiz. Normalni buni ham kuchaytirib bo'ldim obunachilar. Ana endi sotamiz. Qani? Oppa, normal obunachilar, yaxshi. Mana buni tashlab olaylik, keyin olamiz. Oppa, normal oppa. Xo'p, pulimni beringchi, oppa. Yaxshi, juda ham yaxshigina pul qildim lekin. Ha. Agarda siz juda ham yaxshi pul qilgan bo'lsangiz, bo'lmasa ketdik keyingi eshikka, chap tomondagi eshikka. Okay. Xo'p, bu yerda esa ko'rib turganingizdek, hali chap eshikka kirganimiz yo'q-ku, nimalar deyapman? Ha, to'g'ri aytyapsiz. Bu yerda esa mana kirish, har doimgidek kirish koridor va bu yerda o'sha pulga narsalarni sotib olasiz, kerakli narsalarni. Bu yerda ovqatlarni sotib olaman, to'g'rimi?
Ha, shunday desa ham bo'ladi. Короче, pulga o'zizga kerakli narsani, o'z nimaga muhtoj bo'lsangiz o'shani sotib olasizda. Ha, mayli, yaxshi ekan. Bu sandiqda nima bor ekan? Bu yerda hech nima yo'q. Bu esa mana bu yonizdagi lava esa issiq sovuq qiladi, tushunyapsizmi? Ha, nimani issiq sovuq qiladi savol. Bu короче xonanida mana qarang, lavani yopsangiz ham bo'ladi, ochsangiz ham bo'ladi. Ha, bu yerda uzr. Bu yerda tushuntirishim shart emas menimcha. Ha, tushuntirishingiz vobshe shart emas. Xo'p, mayli bo'lmasa, keyingi joylarga boraylikchi. Bu yer короче koridor, bu yerda o'tirib olasizda, mazza qilib dam olib o'tirasiz. Короче shunaqa gaplar. Menejer sifatida men mana shu yerda ko'pincha o'tiraman. Ha, bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda mayda-chuyda narsalar bor. Ha, mayli bo'lmasa xo'p. Bu yer esa tashqari ayvon bo'lsa kerak, ha? Endi bu yer orqa chiqish eshigi, nimadir bo'lib qolsa, kimdir bombardiylik qilsa, mana shu yerdan chiqib ketamiz. Ha, normali bu yerda esa anavi bor ekan, zina. Ha, bu yerda 2-etaj va 3-etaj qaror shunaqa joylarga chiqib ketish yo'li. Ha, normalniy. O, juda ham chiroyli qilingan ekan bu yer. Ha, bu yerda nima bor ekan? Bu yer aytmasam ham bo'ladi lekin. Ha, bu yer menimcha men o'ylagan narsa, to'g'rimi? Ha, siz o'ylaganingizdek bu yer tualet. Ha, yaxshi, menimcha bu uyaladigan yeri yo'q. Ha, albatta uyaladigan yeri yo'q. Bu yerda har doimgidek zard bo'ladi-da. Ha, har doimgidek zard bo'lsa normalniy. Bo'lmasa har doim toza bo'lib turadi, to'g'rimi? Albatta bu har doim har ertalab va har kechqurun tozalovchilar kelib tozalab ketishadi bu yerni. Ha, bo'lmasa mayli. Bo'lmasa hozir yana qayerga boramiz? Mana bu yerda boramiz, to'g'rimi? Albatta bu yer esa bizni stolovoy hisoblanadi. Bu qaracha ovqat yeysiz, ovqat yeyish zali. Ha, bo'lmasa mana bu sotuvchidan, oshpazdan narsa sotib olaman, to'g'rimi? Albatta bu mana bu ishlagan pulingizga sotib olasiz. Xo'p, yaxshi bo'lmasa men hozir tort olaman, yaxshi. Mana bu tortchani qo'yaman. Hoppa, normal. Ya'ni endi xo'p, mana bu olmani olaman. U ajoyib yaxshi. To'xtanglar, vobshetam ikkita olmaga ham yaxshi. Men o'g'irladim bu narsamni, olib qo'ydi. Bo'ldi, hozir xavotir olish umuman hojat yo'q, hozir ko'rsatib qo'yaman. Hozir. Sen bilasanmi bu kimligini, nimaga narsasini o'g'irlaysan, kallayni buzib qo'yaman. Xo'jayin uzr. Yo'qolay, uzr so'raymiz. Mana barchasini olishingiz mumkin. Xavotirga o'rin yo'q. Ha, rahmat. Mana ortiqchasi bilan olma. Yaxshi. Bu yerlardachi? Bu yer salgina xavfli, ehtiyot bo'lib o'tasizda bu yerdan. Ha, lekin salgina xavfli ekan. Mana bu mashinangiz ko'rasiz. Ha, bu meni mashinam emas, lekin mayli. Xo'p, bo'lmasa qayerga? 3-etajga ketamiz. O, normal 3-chi. Mana bu yerda ekan. Zidan sal qolib o'tib ketardim. Hop, bu yerda ajoyib chiroyliligini qarang bu yerni. Ha, bu yer bizni короче sun'iy bog'imiz hisoblanadi, tushunyapsizmi? Bu yerda yaxshigina ovqatlar qilinadi. Mana shu yerdan masalliqlar olinadi. Yaxshi. Menimcha juda ham ajoyib, to'g'rimi? Albatta juda ham ajoyib. Nimaga ajoyib bo'lmasligi mumkin emas? Bu yerda esa короче cho'chqacha bor. Shunaqa gaplar. To'xtang, neto narsani tashlabman, buni qaytaring, mana bu sizniki. Bo'ldi, mana olishingiz mumkin. Mana короче siz mana shu короче clipboard bilan ishlarni qilasiz. Nima ishlarni qildim, qilmadim, kun tartibingizni yozasiz. Ha, yaxshi. Bu yerda kun tartiblari yozilsa normalniy. Bo'lmasa yaxshi. Xo'p, yana qayerda? Bu yer esa bizni ayvonimiz hisoblanadi bu yer ham. Ha, ajoyib, bu yer ham xavfli ekan. Bu yerda esa pastga tushib, qarang shunaqa gaplarda. Yuqoriga chiqing. Xo'p, yaxshi. Bu yerchi? Bu yer esa juda ham ajoyib yer. Qarang, kutubxona, maza qilib dam olasiz bu yerda. Bu yer vobshe katta, qarang, kattaligini. Ha, kattaligini ko'rib turibman, juda ham zo'r ekan. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa hozir qayerga o'tsak ekan, yana kutubxonalarni aylanib yuravermaymiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, agarda yoqsa aylanishimiz mumkin. Bu yer ham shunaqa ayvonda. Mashinangiz ko'rib turasiz, ko'ryapsizmi? Ha, ko'rib turibman, yaxshi. Bo'lmasa boshqa yerlarni ham bir ko'raylik. Hop, mayli yuqoriga chiqmoqchi bo'lsangiz, mayli chiqaylik. Toza qiziqsiz. Mayli, men bo'lmasa o'zimni xonam qayerda demoqchi edim. Bu nimasi bu? Endi bu ko'rib turganingizdek ajoyib va g'aroyib bu kiyim. Siz kiyishingiz mumkin. Ertalab kechqurun lo'ba bermay kiyishingiz mumkin. Ha, yaxshi. Qani bir kiyib ko'raychi. Obuna ishlamon qaraylar, juda ham zo'r chiroyliligini. Xo'sh, yaxshi, qani opa kiyaylikchi. Wow, bu olmosli bronyalardek himoya qilar ekan, ha? Albatta 100%. Bu nima uchun? Bu короче narsa yasaysiz. Narsa qo'yasiz, shuni ezib beradi, yasab beradi. Короче narsadan shunaqa ezib berayotgan narsa. Ha, bu ham xavfli narsa ekanda. Ko'p narsa xavfli emas, ko'p. Короче shunaqa gaplar. Mana bu pastga tushib, короче ko'rishingiz mumkin. O'zingizning mashinangizni yana
atroflarni. Ha, lekin bu yer baribir ham xavfli-da, xavfsizlikda to'g'rilab qo'ysanglar вообще zo'r bo'ladi. Bo'ldi, to'g'rilab qo'yamiz. Mana bu yuqorida esa sizni ajoyib va g'aroyib xonangiz turibdi. Xo'p, yaxshi. Qaysi mani xonam? Eng yuqoridagi xona. Ha, yaxshi bo'lmasa mana bu mani xonam bo'lishi kerak, to'g'rimi? Albatta, siz o'ylaganingizdek mana shu sizning xonangiz hisoblanadi. Vau, obunachilar qaranglar, juda ham zo'r chiroyliligini. Ha, yoqmoqdami? Qarang, sizga balkondan juda ham zo'r chiroyli nima deyman, mehmonxona o'rtasini berdik sizga. Ha, menejer, juda ham zo'r lekin sizga katta rahmat. Siz meni hurmat qilib, siz meni korotchi chaqirganingiz uchun katta rahmat. Skidka qilib berganingiz uchun, chegirma to'g'rirog'i. Ha, mayli. Bunchalik maqtashish shart emas. Endi shunaqa gaplar. Korotchi men shunaqa gaplarda. Ha, juda ham zo'r ekan. Aytgancha mana buni ham olishingiz mumkin. Mana bu o'zim kundalik tartiblaringizda qo'yib qo'ydim. Mana kun tartibi. Korotchi o'zingizda ishlaringizda. Ha, rostdanmi? Albatta. Xo'p, yaxshi bo'lmasa qani bitib ko'raychi. Mayli bo'pti. Mayli, bo'pti. Xo'p, bu yerda esa, bu yerda korotchi xonalarni anavi qilish, bu obunachilar, qaranglar. Massaj ham bor ekan, juda ham g'alati. Yaxshi. Massaj qilish ham bor ekan bu yer. Juda ham ajoyib ekan. Nima ham derdim obunachilar. Sizlarga yoqdimi bu 5 yulduzli mehmonxona? Menga qolsa men bundan mayli 5 yulduz bergan bo'lardim, chunki menejerning muomalasi juda ham zo'r ekan obunachilar. Men uni menejerning muomalasiga vashib 5 ketdim. Nima ham derdim. Bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishganda obunachilar. Ko'rishguncha.